Odam hech qachon hamma narsaga erishavermaydi. Bir kam dunyo, hammaga nimadir kerak, kimgadir yer, kimgadir osmon. Odamlar doimo harakatda bo'ladilar. O'zim ham tinim bilmayman. Menimcha, g'am chekmaslik uchun ishlaymiz. Samarali ishning rohati mukofot olishdan ham kuchliroq men uchun. Men faqat g'am va xafalik tuyg'usini his qilmaslik uchun ishlayman, lekin hech qachon charchamayman. Men hech qachon shoshma-shosharlik bilan ish qilmayman. Asabiylashmaslikka urinaman. Mening shiorim qanday bo'lmasin ko'zlangan maqsadga erishishdir. Yaxshi ko'rgan odamlarni yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqaman va Xudodan ularni mendan olib qo'ymasligini so'rayman doim. Men o'ta ehtiyotkor odamman.